Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizdan dunyoning eng qiziqarli va noodatiy mamlakatlaridan biri Avstraliya haqida gaplashamiz. Bu yurt o'ziga xos tabiati, noyob hayvonot olami va betakror madaniyati bilan butun dunyoni hayratga soladi. Keling, Avstraliyani birgalikda kashf qilamiz. Yevropaliklar Avstraliyaga ilk bor 17-asrda yetib kelgan bo'lsa-da, qit'ani tizimli ravishda o'rganish va mustamlakaga aylantirish 18-asr oxirlarida boshlandi. 1770-yilda mashhur dengizchi James Cook Avstraliyaning sharqiy qirg'oqlarini tadqiq qilib, bu yerni Buyuk Britaniya nomidan egallaganligini e'lon qildi. 1788-yilda esa Sidney yaqinida birinchi ingliz koloniyasi tashkil etildi. Dastlab Avstraliya asosan surgun qilingan mahbuslar uchun joy bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan qit'ada erkin ko'chib kelgan aholi soni ortdi. Qishloq xo'jaligi, savdo va shaharlar rivojlana boshladi. 19-asr oxiri va 20-asr boshlariga kelib, Avstraliya alohida koloniyalardan iborat bo'lgan hududga aylandi. 1901-yil 1-iyunda esa Avstraliya hamdo'stligi tashkil topdi. Bu sana Avstraliyaning federatsiya sifatida birlashgan kuni hisoblanadi. Avstraliya bugungi Britaniyadan bosqichma-bosqich mustaqillikka erishgan. 1931-yilda qabul qilingan Westminster qonuni Avstraliyaga qonuniy mustaqillik yo'lini ochdi. 1942-yilda esa bu hujjat rasman tasdiqlandi. Shunga qaramay, Avstraliya hanuzgacha konstitutsion monarxiya bo'lib, Britaniya qiroli yoki qirolichasi ramziy davlat rahbari hisoblanadi. Bugungi kunda Avstraliya dunyodagi eng rivojlangan davlatlardan biri sanaladi. Aholining katta qismi shaharlarda yashaydi va shahar infratuzilmasi juda yuqori darajada rivojlangan. Eng yirik va eng mashhur shaharlar qatorida Sidney, Melbourne, Brisbane kiradi. Sidney Avstraliyaning eng katta shahri va moliyaviy markazi hisoblanadi. Bu shahar zamonaviy osmono'par binolar, keng yo'llar, portlar va rivojlangan transport tizimi bilan ajralib turadi. Sidney bandargohi dunyodagi eng chiroyli tabiiy portlardan biri sanaladi. Melbourne esa madaniyat va ta'lim markazi sifatida tanilgan. Bu yerda ko'plab institutlar, ilmiy markazlar va san'at maskanlari joylashgan. Shahar infratuzilmasi zamonaviy tramvay tarmog'i, keng jamoat transporti va yashil hududlar bilan boyitilgan. Canberra Avstraliyaning poytaxti bo'lib, maxsus reja asosida qurilgan shahar. Bu yerda hukumat binolari, elchixonalar va milliy muzeylar joylashgan. Canberra infratuzilmasi tartibli, ekologik, toza va qulay hayot tizimiga moslashgan. Umuman olganda, Avstraliya shaharlarida yo'l tarmoqlari, aeroportlar, temir yo'l tizimi va raqamli infratuzilma yuqori darajada rivojlangan. Aholi uchun tibbiyot, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar keng imkoniyatlarga ega. Avstraliya iqtisodiyoti barqarorligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Mamlakat tabiiy resurslarga juda boy bo'lib, bu uning asosiy daromad manbalaridan biridir. Ko'mir, temir rudasi, oltin, tabiiy gaz, uran kabi boyliklar Avstraliya iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Konchilik va energetika sohalari eksportning katta qismini tashkil etadi. Avstraliya dunyodagi eng yirik temir rudasi va ko'mir eksport qiluvchi davlatlardan biridir. Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya Avstraliyaning asosiy savdo hamkorlari hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi ham iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Bug'doy, arpa, go'sht, jun va sut mahsulotlari xalqaro bozorga chiqariladi. Ayniqsa Avstraliya jun mahsulotlari sifati bilan mashhur. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish sohasi, ta'lim va turizm ham mamlakatga katta daromad keltiradi.
Avstraliya institutlari xorijiy talabalar uchun juda jozibador. Avstraliya tabiatiga kelayotgan bo'lsak, Avstraliya tabiati o'zining betakrorligi bilan butun dunyoga mashhur. Qit'a Hind va Tinch okeanlari bilan o'ralgan bo'lib, minglab kilometr cho'zilgan sohillarga ega. Qit'aning ichki hududlari asosan cho'llar va yarim cho'llardan iborat. Buyuk Viktoriya cho'li, Simpson cho'li va Gibson cho'li keng hududlarni egallaydi. Shunga qaramay, qirg'oq bo'yi hududlarida iqlim yumshoq va yashash uchun qulay. Tabiatni muhofaza qilish Avstraliya siyosatida muhim o'rin tutadi. Milliy bog'lar, qo'riqxonalar va ekologik dasturlar orqali noyob flora va fauna asrab-avaylanadi. Xulosa qilib aytganda, Avstraliya boy tarixga, rivojlangan shahar va infratuzilmaga, kuchli iqtisodiyotga hamda betakror tabiatga ega davlat. U o'zining tabiiy boyliklari va inson salohiyati orqali dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biriga aylangan. Video yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.